Hammaga alangali salom. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli, ijtimoiy tarmoq muxlislari. Biz kanalimiz obunachilari. Sizlarga kecha ko'rsatgan zinamizni beton quyish jarayonini tugatdik. Bunisiga ham ko'rib bitta baho berib va like, kommentariyalarni ayamasizlar degan umiddamiz do'stlar. Uyimizni ko'rinishi yaxlit. Hop, biz razmerlar zinamizni balandligi, joyimizni balandligi 3,5 metr, 22 ta stupenka tushgan 16 cm dan, oyoq qo'yadiganlar 30 cm dan. Eng tepada bitta plashatka bor. Plashatkamizning eni 1,20, uzunligi 2 metr. Zinalarimizning kengligi esa 90 cm dan tushgan. Kimda kim shuna xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ofitsialniyada telefon raqamlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin va kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'yishingizni ham so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar do'stlar. Hammaga xayr.